Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi rahbari boshchiligidagi ishchi guruh Sirdaryo viloyatida bo'lib, hududda soha doirasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdi. Dastlabki o'rganish ishlari Guliston shahrida joylashgan, ammo belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tmasdan qurilgan binoda bo'ldi. Mazkur obyektning qurilish ishlarida davlat nazorati o'rnatilmagan, ya'ni buyurtmachi tashkilot tomonidan ushbu obyekt belgilangan tartibda hududiy nazorat qilish inspeksiyasidan ro'yxatdan o'tmagan. Bu esa obyektning noqonuniy qurilganligidan dalolat beradi. Mutaxassislar tomonidan instrumental texnik tekshiruv o'tkazilganda binoning mustahkamligi va sifati belgilangan talablarga javob bermasligi aniqlangan. Shu bois mazkur obyektni buzdirish bo'yicha sudga da'vo arizalari kiritilib, obyektni buzish ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirilishi belgilangan. Shundan so'ng ishchi guruh foydalanishga topshirilgan ko'p qavatli turar joy obyektida bo'ldi. Ishchi guruh tomonidan ushbu uyga xizmat ko'rsatuvchi boshqaruv servis kompaniyasi faoliyati ham ko'zdan kechirilib, xizmat sifatini oshirish hamda aholiga yanada qulay sharoitlar yaratish bo'yicha tegishli tavsiyalar berildi. Navbatdagi obyekt qurilishi davom etayotgan ko'p qavatli bino bo'lib, bu yerda dastlabki qurilish ishlari olib borilmoqda. Inspeksiya rahbari tomonidan birinchi galdagi talab, sifat va me'yorlarga qat'iy rioya etish zarurligi ta'kidlandi. Shuningdek, Sirdaryo viloyatida o'rganish ishlari jarayonida ayrim obyektlarda qurilish-montaj ishlari loyiha talablariga zid tarzda olib borilayotganligi ham aniqlandi. Jumladan ushbu ko'rib turgan binoingizning ishchi loyihasi o'rganilganda, binoning ichki devorlari sopol g'isht bilan terilishi lozim bo'lishiga qaramasdan, quruvchi tashkilot tomonidan loyihaga o'zgartirish kiritgan holda gazobloklardan foydalanganligi ma'lum bo'ldi. Bu ko'p qavatli turar joy obyektimizda tasdiqlangan loyiha hujjatlari bo'yicha to'suvchi parda devorlarga pishgan g'ishtdan terilishi ko'rsatilgan, lekin joyida loyiha talablariga zid ravishda gazobloklar terib ketilgan. Mazkur holatlar yuzasidan inspeksiya xodimlari tomonidan joyida bajarilishi majburiy bo'lgan yozma ko'rsatmalar berildi hamda loyiha talablari asosida bajarilmagan ishlarni buzdirish jarayonlari shu zahoti boshlandi. Ishchi guruh tomonidan aniqlangan har bir holatga huquqiy baho berilib, qonuniy choralar ko'rilmoqda. Qurilishda qonuniylik, shaffoflik va mas'uliyat bugungi kunning eng muhim talablaridan biridir. Ishchi guruh tomonidan respublikamiz bo'ylab bu turdagi o'rganish ishlari davom etmoqda.